Assalamu alaikum. Dostlarım, yaxşımsızlar? Yaxşı turdunglarmı? Ramazan aylarınla yaxşı ötüp atamdı. Həmmіңlarga Allah'dan salametlik tileymen. Yakından beri Amerika'da iki qatımlıq çoğun bir ispat koyuş, guvalıq beriş jığını ötküzüldü. Birisi TikTok'nınki, yani Douyin'nin, Xitay'nınki appsi, Xitay'nın detali, Douyin'ninki, yani birisi Tibet halkınınki, Amerika parlamentida ötküzgen guvalıq beriş yığını iki çoğun yığın oldu. Bunun bazen nərslərini oturğa çıqırıb koydum. Bizim dostlarımı çıqırıb koydu. Birincisi, Uyghur meselesimi şunda oturup koyuldu. Amerika parlamentida. Birisi, Uygurlar erki kırgınçılık uçurawatamdı, bunu biliwatamsan degan suallar koyuldu. Parlament azaları sözledi. Bunu birden sözleydiğine yana bir qatımlıq naq meydan ötküzme dep oyladım. Hazır muş işkin dep koyuş arqılıq bazen bir temalarga kirme. Ondan keyin yani birisi Tibet xalqınınki guvalıq beriş yığınida mustaqillik degan so'zmi ikkilanmay o'tirg'i chiqib elindi yaşadı. Tibetning besibilingan zimiligi ham davomli bir mustaqil tuproq bo'lganligi ustida ba'zan bir videolarni, qisqa videolarni chiqarib qo'ydik. Ondan keyin bizning mush yaqindan beri bo'lgan har xil o'yinlar, bu o'yinlar hergiz tugamaydigan bir o'yinlar. Ko'rib turibsizlar, birisining keyindan birisi. Ondan keyin bu yaqinda men bir kitob o'qidimda. Bu Arthur Smith degan kishininki, ya'ni Xitoyda 54 yil turgan din taqatquchi bir pop kishininki bir kitobi bor. O kitapni to'rdan elib o'qishga boshlagandim. Yerimiga keldim. Bu shuning oldingi qismidala mundaq bir narsa. Bu endi chet ellikning nazaridagi Xitoylar, Xitoy xalqi. Bu bir kitapning hammasi Xitoylarning tabiati deb turib, ismi shundaqkan, Xitoylarning tabiati deb turib yozilgan kitapga. Buning deb shu Xitoylarning shu 140 yilning oldidagi Xitoylarningki tabiati hozir o'xshash ekanligini, shu yenimdil bir Xitoylar turib ko'z oldimdil bir Xitoy turib atgandek hissiyat bilan o'qib hozirgacha yerimga keldim. 54 yil turibdi bu kishi, din taqatquchi kishi. Ondan keyin bir baho beribdi-da Xitoyga. Mash oldidagi qismida, ikkinchi bobda bunda debdi. Bu haq, bu millat ajoyib bir millatkan. O'yin ko'rishga amroqkan. Qo'l ilkida bog'la o'zining uyiga ekilib, shu o'yin qo'ydiganlarni, changchilchilarni uyiga ekilib, o'ylasida mushu o'yin qo'ydi ekan, andan keyin oila bo'yicha ko'rdi ekan. Bu chavoqchilab huzurlanib ketadi ekan. Ondan keyin qo'l ilkida yo'qlari bo'lsa, ash yezlarda, yondagi bir 50 chaqirim keladigan yerlarda o'rindiqlarni ko'tarib, faqat bo'lmasa g'ang'izlarini nem qilib o'ltirib ketadi ekan, o'yin ko'rib, nimalardir og'zi kusurlashibmi qo'ydi deydi. Faqat o'yin tepilmani o'zi o'yin qo'ydi ekan degan yeri bor. Qanday o'yin qo'ydi ekan desanglar, ma bir ot tarbiliq bir chetalik yonda ketib berib, ma yonda biroz o'rin bor ekan, bir yoshga cho'ng ayol ketib atgan ekan yonda bir Xitoy. Oniki chiqib o'ltirib olamsan, men ayakchi boraman desa, sen meni ko'zga ilmading deb yerda oyoqlarini sap boshlab vaqirab yetib oldi ekan. Shu bu bizning madaniyatimizda faqatli bo'lmaydigan bir ishlardi, bu nima uchun bundaq bo'ldi degan kantoq. Bu bu din taqatquchi kishininki yana bir tunishining gapi bu. Buningga deb bergan, ha? Ondan keyin bu kishi uningga deb berdi ekan. Bu behli qiziq ekan. Men bilan birga aralashadigan bir muallim uyiga 4 yil bo'lgan qaytmag'ili.
Anandakin birisi uyiga qaytmoqchi ekan, men shuni bir parcha xatingni olg'ash ketay apangga desa, "Ama qo'l" deb o'zining qo'lidagi bir o'quvchini chaqirib kelib, ikki varaq qog'oz berdi ekan. Ostiga o'zining ismini yozib qo'yib, "Apamga xat yozib berdi." Bu hayron qoldi bu pop. Bu senin anangni tanımasa bu, qandaqsiga xat yozib berdi desa, "Voy, 3 yil agarda 1-sinfdan 3-sinfgacha o'qiganlar bir onasiga xat yozishni bilmasa, u qandaq o'quvchi bo'ladi?" deb, "Sening opang tanımasa, o'xshash bizning onalarga bo'lgan hissiyotimiz" deganka. Şunu bu bir samimiyetsiz bir milletken. Bular pek kızıkken. Muhabbet xatlarını mı başkalarına yazgıza alaydiken. Anısıga boğan söygüsünü mü, anısıga boğan sevginişini mi başkalarına yazdırışıyla ifadeleyalaydiken. Bu pek samimiyetsizken degenken tuk. Ben fakat azraqlı kısmını ortaklaştım. Ben bir babdın kirmen dep durup özüm bir hatır kılıp yezip mengvatdim. Anandakin o'ylab qoldim. Hozir bizga mush Ramazon vaqtida talay o'yinlar o'tirg'i chiqyapti. Diniy o'yinlar bo'lsin, pul jidili bo'lsin. Faqat eliqi namoyish qildik, yana bir qildik, namoyishini buzib atkili kirdi deb turib o'yinlar o'rinlashidi-ku. Anandan yana bir miqvatda yig'in zaliga kirib turib, "Mundaq qilmoqchi bo'ldi" degan eliqindaq o'yinlar, talay o'yinlarni ko'rdik. Endi men Ramazon mezgilida eliq zakatlarning chiqadigan vaqtiga oz qolgan chaqda endi birdan ishxonasining pulini to'layolmaydigan ishxon setib oldigan. Birdan madaniyat markazlarining pulini to'layolmaydigan mundaq ahvol. Endi kelgan chaqda eliq lagerchilarning pulini elib olish dedik. Mayli ular qandaq bo'lsin, sizlar uchun xizmat qilyapti-ku. Ben ish qilib qog'iniga kirmay, bek bir narsa qilsam bek satchilik ma o chet elliklarning oldida. Eliq bir yerga beribdi. Borgandan eliq chekning ustidagi pul qanchalik pul? Amerika Uyg'ur birlashmasidagilar toza biladi-a. Har birsiga yozgan chekning ustidagi pul qandaq pul, qanchalik summasidagi pul? O pul to'satdan qandaq almashtirilib ketdi o chek. Qağını özünlər bilisizlər. Çirayla kilişvilinglar, chet-elliklarning oldida bek satchilik bo'lib ketkicha, kilishvilib, chirayliqcha yig'ishtirdinglar. Bo'lmasa rast satchilik. Endi mustaqillik davosini rast qilmaysizlar, chunki bu qo'rsoq beqish kerak sizlar uchun aytgan chaqda. Jon beqish tez. Mandaq enediga loyiq bir ishlarni qilmasanglar, u yerda maosh ololmaysizlar. Yuqur dereceliklaringlar her xil usullar bilan jambaqalinglar ma tövendikilariga ma azroq olsun ma eliqi qetiqni o'zinglar istanglar ma bir saqindisini olsun boshqalarga ishirib qo'yinglar hamda shu sizlarniki birga ketayotganlaringlarga da satlashib o'tirg'i chiqib tashlab qolsanglar bek satchilik bo'ldi-ki odam eliqi sizlar izzat etmagan bilan eliqichu chiqlar ayrim xallar deydi deb bizning tilimizni ozdir ko'pdir tushuna oladigan boshqa qeyrindaş milletlerimiz mi bağıgan diken ma satchilikni bek chiroy sestirib etmay odam eliq bir poxning ichida ko'nib qolsa anadagi o poxdan chiqishni o'ylashmay o'ltarsa meni qutqizmadi Allah qutqizmadi meni qo'y chet elliklar yordam qilmadi Amerika yordam qilmadi sen o'zing qutulishni xohlasang anandan boshqa odam yordam qo'lini suna oladi qo'rqim aç qaldım, bana pul gerek deb eliq xeylerini selivitib uyun qo'ygan eliq Xitoylarga o'xshash. Bana pul gerek, puldir kilishmay qolsanglar, o'tirib chiqsizlar, kilishgan bo'lsanglar, hargiz chiqmaydi o'tirga. Bu shunda holatda yillarcha o'yinlar bor. Eli dinjidili, eli puljidili, eli bir yerda tutilib qopdi, eli bir yerda shapilaq yapdi. Voyjon, ishtimi qolmadi. En qisqasi eliq reis özünü reis deb atalgandan keyin eliq peshvo yegan ishimi pala vaqt so'rildi. Erkin aysa radiosi qolmadi shu yerga chiqmagan. Palanchidan peshvo yedim deb. En qisqasi yana bir eliq bu to'satdan bir jasuslarni tutib olgan bo'ladi. Voy, yerda Xitoy konsuliga bir nimaga kiribdi. Voy
bar bayramlıq kiribdi. Vay dövlət bayramlıq kiribdi. Aqıptı, köqüptü dep eliqlarını tillab gitsizlar. Ay yeninglarni setib atqanlarning chattig'i yo'q. Eli Xitoy bir dop soğuqıgandan keyin nima o'tirg'i chiqib oshlarni shurda bir xabarlarni ishlab ketibsizlar. O vatanning ichidagi qizillar, o xizmeti ularniki. Sizlar doplarni o'zinglar kiymaysizlar, eli Polshaga ko'tirib birsiga tutquz qo'ysizlar, eli tonni birsiga kiygizib qo'ysizlar. Xuddi kunda ular ton kiyib, dop kiyib o'tirdigandek. Acayip qiziqarli o'yinlar. Agar samimiyroq bo'lsanglar, chet elliklarning oldidimi shuni, Uyg'urning oldidimi shu ishni qilgan bo'lsanglar, uning uchun bizning hech qanday fikrimiz yo'q. Bular jon boqadigan bir to'p kishilar, shuning uchun mushun so'zlashga majbur desak bo'ladi. Lekin Uyg'urlarning oldida mustaqillik deyotimiz biz. Mustaqillik desak chet elliklar qo'rqib ketadi ekan. Sakrab ketadi ekan, bo'lamay qoldi ekan deysizlar. Ona Tibet xalqi Amerika parlamentining oldida dedi, ishchida dedi, ish gap qilmabdi, urib ketmabdi Tibetliklarni. Men Tibetliklarning ba'zanlari bilan so'zlashimman. Shulardan so'rab baxtim, ajoyib bir sizlarning mushunda bir ushaq jidalvamiz hamma millatda bor, bizdami bor deydi. Lekin bizning to'rg'i chiqmaydi deydi. Bizninkilarning to'rg'i chiqdi. Bütün rasvoliq, o xotin, potun, birlarining xotinlari bilan chiqishamiz. Amerikada xeyli tuzuk bir odamlarning xotinning jidalimi toplar orqali hal qilindi. Anadagi ba'zan bir narsalarcha, odam nomus qilgidek narsalarni qilsizlar. Bu yilmi chiqibdi, ba'zan bir jidallar. Anaki ma'lum birsining keynida ma'lum birsi bor ekan deganda, agar shuning keynida sen bo'lsang, u vaqtida men sening amaliy ahvolingni men tozi bilaman. Men bu turib baqqan, men oshu yo'llar bilan meshaga kelgan. Agar sen oshuning keynida sen bo'lsang, bir kun ummay bir kun sen bilan tutishib qolaman. Mening gapimni anglaysa, ham o'zing tozi bir o'ylashib ol mushu gapimni. Agar Oşunun keynida sen bulup, sen oşunu işletip durup, bana sağan bolsan, ananını gözünge köstüydümen ki, şu günü görse. Men, bir söylen, bunu men sana kartıp söz ödüm, bir görse, görüp durup, moşu gepimni özün tekrar anlaval. Her vakit Xitayning uyun koyuşu, bir top adamlarninki aşını püşkürtüp durup, vay, yelpip durup, otunu ulgaytışı, tamoshibinlarning o'ltirib ko'rishi, bu zamandan tartib hozirgacha kelayotgan bir xil odatga, hozir odatga aylanib ketibdi. Agarda bir narsaning bozori bo'lsa, shu yerda tijorat ro'naq topadi. Ashu tuproq, ashu o'yinlarning tuprog'i bizning Uyg'urlarning orasiga mushunda Xitoylarniki o'xshash bir xil holatda kirib ketganki. Ba'zan ideyalar, ko'ngizning ideyasi, yana bir mening ideyasi hozirgacha nima uchun 2000 yil, 3000 yil ashundaq hukm suralaydi deb turib bir Xitoy yezibdi-ki, qisa, chunki bir sesiq tuproq bor. Şu sesiq tuproqdagi shu sesiqlar yana shuni davomlashtira oladi. Chunki kontrollikqa, boshqarilishga muhtoj bir millatga bu Xitoy deb ashunda deb degan to'qmash kitobdimi bor. Boshqarilishga shundaq herisman. Ular hargiz o'zini so'ymaydi. Ularning ko'nglidagi bir vatanni suyish deb degan bir so'ygu bor ekan deb shunda yozilibdi. Yeninglarda bir Xitoylarni ko'rganda his qildikansizlar. Anadaki qo'lingni yuvib tamoq yegan, hozirlar mishqirayotganding, qandaqsir buningda qo'lingni yuvmayli tamoq yeysa desa, ko'z tutib turib, motaribni mishqirgan odam ko'z tutib turib, motaribni mishqirib etib, oyog'ining ostiga bir surkib o'tib ketdi. Hay Xudoyim, mush atrofdagilar bir Xitoylarni ko'rgandaklar es qilib qolgan tamasha atanda vaqtimizdagidaklar, sinflarda ya xizmat o'rinlarimizda uchratgan. Bir adamninki g'ururiga tekkan bo'lsa, ba'zan narsalarni o'zgarishga undaydi o'zini. O'zgardi ham. Masalan, duttachilarni sen, bu bizning xalq nimichilarimiz, sozandalarimiz bo'lmagan ekan, teshiga chiqib dutta degan echelib o'ltirib o'zing o'ynab ketgansan, shuni qarab, faqat o'yin qolmaganda, o'yin ko'rdigan nima qolmadi, o'zi bo'lsin o'yin qilib turib, o'zi mahliya bo'lganda uning ichiga. Ayni Xitoydan bir
qolgan, juqqan bir illatga bu bizga. Aqlim hayron qoldi. Hozir xalqaro sahnalarda shu nimalar bo'lyotidi, siyosiy sahnalarda nima bo'lyotidi, Tibet xalqi nima qilyotidi, butun dunyoda Amerika boshqa hamda Amerika nima uchun Xitoyni cho'ng tahdid, O'risdimi o'ta bir cho'ng tahdid deb hisoblab turib, mushu guvohlik yig'inlarini takror o'tkazadi. O Tibet xalqi nima uchun mustaqillik deyalaydi? Nima uchun Amerika parlamentidagilar Uyg'urlar erkiy qirg'inchilik uchrayotidi? Ha? Shundaqmi deb so'rdi elga Jo'shu o'zidan. TikTokning keliqidan. O'ylab beqinglar. Ay, yolg'on davoni qilib turib qisami yolg'onlik chiqib turibdi. Ana raisinash turibdi. Anadakin ana Amerika parlamentidagi nima deb bizning do'stlar boralidi? Sizlar kirmidinglar ashyaga? Guvohlikqa. Asl Tibetlarning qatorida o'ltasanglar bo'ladi-ku. Bizning da'vo tuproq da'vosimi? Nima da'vatdi? Yolg'ondan deysa, chet elliklar qo'qib o'rin tutib qolmabdi. Sen o'zing qo'qsan, lekin samimiy bo'lsang, o'zingni satsang setive, nimangni satsang sat, bilamiz. Lekin bizning tuprog'imizni satma, millatimizni satma, o'zingning dadingni o'zing bil, keyningni oshmaslikqa tirishayotgan bo'lgandan senmi chiqilma, o'yinni tashlaverma. Devatimizli xolos. Bo'libmi, pulni kelishammisangmi, yanning ichida o'zingning ishini qil. O'zingning ishini qil. Yanning ichida. Kelishgan yerlaringlar chiqmaydi. Kelishmagachga voy bizga qilib chiqqan bilan o'zing ashi chekni ko'rgankansan. Men ma chekni ko'rdim. Ma pulni mundaq deb turib ashadal qilsa, o'tirg'i tashlamay. Qamlashmaganda Uyg'urga tashlaysa, qamlashqini singib ketadi. Ne? Singib ketadi. Uyg'ur demak pul demak, da'vo demak pul demak. Sizlar to'ymaysizlar, hayotinglar to'ymaysizlar. Avloddan avlod to'ymaysizlar, umringlarda to'ymaysizlar. Anandikin mushu ilaqay men 1,5 yilning oldida men bir yer bilan ko'rishgan chaqda ashtaq degandik. Mushu bolaning mush axlatlarni yeb yurgan, axlat to'nlardan tomoq yeb yurgan yerda hamda boshqalar faqat ko'mabdi ekanmi deganda shu turk bolaning menga evatgan narsini olib qo'ydim. Mushu bola nechoqni yoq tomoq berdi ekan-to desam, deb bayron qolgandi. Ondan keyin ma bulturmu eliq suda g'arq bo'lgan bolanikigimi ashindaq bo'lgandi. Eliqay turmada yotmasin, asholiqay qochoqni turmaga solamagan bo'lsanglar Uyg'ur tursa, anandan bola nimada shit ketdi deb. Hey, shit degan o'limi degan onda odam kelmaydi. Senmi bu ashak berib suvda o'lib olamsan? Bolalarını aşı suğu taşlayıp ettemse, neyim dep onun türmede yası bo'lmaydi dep turib, neyim qilsa dep turib arlaştım bazılarga gek qildim. Tova dep qoldim. Bizde neymi degan bir ideya, bir pasıplık, bir dötlük. Bu bir elqi haddidan ziyodi bir dötlük, azraqmı tefekkür qilishni xohlamaydigan, kallasını başqalarga berib etgan, chaynab berganni qamlashtirib anglabmı bulamaydigan. Anadaki mushu bir adam hem de yolda ölüp kalgan, ölüşke sebepçi olan insanı mı kanun boyunca ne kız ya o şiit olup kepti. Şunun için çatakları olmuşsun. Lekin ma ayağını kim bakıdı? Kiyin diyen gap yok. Her xillarga axloq tarbiyasi beradigan odamlar noytijik ki. Ben o'ylayman, ba'zan to'rlarda inkaslar yozilsa, mayli qanday inkas yozilsa, shu temaga bo'lgan o'zining ko'z qarashini yoza olganlar birisidan men bek suyunaman. Allohdan shunda duo qilaman. Voy, mosh bola ajab bir yozibdi. Voy, ma bola inkas yozalabdi. Ma adimiz yozibdi. Yoki ma bir ish bo'lmaganda bir yurak bo'lsin beralabdi deb turib, xo'sh bo'laman.
Lekin o qandaq tilni ishlasin, o o'zining ishi, fikr erkinligi. Lekin fikr erkinligingimi aralashman deb oltasa o to'g'rimaydi. Onundikin aşınыңımı kırıp sen anın yürek veripse, sen anın inkası yazıpsa deb tıllavatkan. Toğu desem toğu deyme. Demokratiyani, özün Xitayni demokratiyalaştırma deb küçüvatkan hele kıla, he? Demokratiyanın asası bir kısmı neymi o? Fikir erkinligi. Fikir erkinligi bilen demokratiyanındaki vücut çıkıdı. Biçare. Deyme. İnkas yazganlarımı tillab oy mundaq çıqama, munda yazma, munda qilma deganlarga sen bir qip o'git qo'ymamsan haqqa. Axloq tarbiyasini qarshingdagilarga bersa, axloq tarbiyasini. Har bir odamning so'zlash erkinligi bor. Bir narsaga bo'lgan ko'z qarashin so'zlash erkinligi bor. Mayli tillab ifodalamdi, mayli qandoq ifodalasa, u o'zi shu ishlarga bo'lgan ko'z qarashin dedimi? Nochi. Kimni o'zi bir so'zlab tursin Uyg'urning ichida. Lekin agar o'zingning dadili bo'lmasa, ig'ir olmaysa, anglamas qisal. Xilingnikini angla, lekin qamlashmasa, o'zingni o'zgartgin. Fikr erkinlik var, erkinlik dadi var, adam sözleydi, dadi var, adam tıllaydı, kılıdı. Sen nimanç sözleysen, sen hainini kollaştın başka, qoğdaştın başka, hiç nim kılamaysa, dep koyamaz bazılarına. Anlıksız gelmeyenler anlamasın. Anlıksız gelmeyenler anlasın. Lekin biz özümüzün küçüğü tayinip, özümüzün ki birlikimizge tayinip, dava kıvatımız, fikrimizni bildiryapmiz. 73 yilning yaqin nima ish bo'pti ekan? Qursoq davosi bo'pti ekan. Qursaqli beqibdi ekan. Endi hozir hech bo'lmaganda bir odam balki din jidil tashlasimi, voy nima deb din jidil tashlaydi? Men haq deb inkas yoza oladi ekan. Shunda to'rladimda, u qarab boqsam bek suyunib ketaman. Shunda dinchi deyli. Ularning nimasi bo'yicha diniy savodi xili rus vallahi baka yozadi ekan ashaga. Shunda go'zal narsalarni yozdi ekan. Bek xush bo'ldim. Shunchalik xush bo'ldim. Shu Ramazonlik shunda duo qildim ashtaq ballag'a. Paytimdak bir nimalarni yezib qo'yib o'ltirib ashaga jidal o'ynab turib tashlaydi. Bu yilda necha vaqt jidal kalendarining ichida zish mushundoq bor. Jidal kalendarining 50% din jidili. Dedim ki, günü bir katım sözlüdüm. Eğer izzat atmışsamış, Araplardan izzat atmış, Kur'an'da mı başka yazgısı var bu xalqninki? Aşındaq jidal taşlaydı. Qanda inchiki noktadan taşlası jidalninki oynaydiganını biladi bular. Şunun için jidalga kirmanglar. Hozir mush xalqaro vaziyatda nimalar bo'lyapti? Xitoyga qarshi her xil siyosatlarni o'ttirib chiqaryapti. Anadagi parlamentlar, Amerika parlamentida bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, har xil Xitoyga qarshi, Xitoyning tahdid ekanligiga, anadagi mushu jasuslikqa singib kirish siyosatlariga qarshi har xil nimalarni chiqaryapti. Siyasatlarni, her xil fikir eqimlarini o'ttirib chiqaryapti, har xil ishlar bo'lyapti. Shuning ashunasiga bekara ko'ngil bo'lsak, Tibetninki bir dadi bizga o'xshab ketadigan zimin davosi bo'lgandan ashular deyadigan yerda siz nima uchun deyolmaysiz? To'rda o'simi dang, imzoga o'simi, o'zi raisinash o'simi aktiv ovoz qo'shib, shuningda o'sim bildiring. Mushumi vatan davosi uchun zo'r bir as qo'shqanlik. O vay yey oqqilimiz ko'qqilimiz mundaq qilamiz voy mundaq qilamiz deb davog'ini bilan mumkin emas. Keynida liq poq. Mayli Turkiyadagi ma'lumlarmi agarda ozroq o'simi odamiyliking bo'lsa, ozroq o'simi keyning bek ichilib ketmasin desang, Uyg'urni jidalga akirma. Jim turvog'ining bu jidal oynatib jidalga ap kirganingdan yaxshiroq deb o'ylayman. Uningdan sukutni tanlaganidan yaxshiroq. Rasvochilikning o'tirg'i chiqib ketishidan agardan biroz diqqat qilay, mushundaq bir rasvochiliklar bo'lib qolmasin desang, u vaqtda jim turg'ining bu jidalni o'ynatganingdan yaxshi. Agar ismingning oqida hojim degan yering bo'lgandan keyin sal odamcho, hay
Yeshim munchiga yetdi. Burun mundaq qilganmiz, endi olsun mundaq qilmay deganni o'ylab baqqin. Bumu igisini topidi gapimningmi? Qarindoshlarim, o'ylab yiqinglar, mushu ro'za Ramazonda voy jidal kirmaymiz, voy andaq qilmaymiz deganinglar bilan jidal yeninglarda turibdi. Tashlanib turdi jidal degan. Pat-patli chiqib turdi. U yerda shundaq bir sesiq tuproq bor. Shu tuproq, shu jidalni o'ynatadigan tuproq. Shu sizlar ko'rib olganliginglar uchun u o'ynaydi. Ma burungi jidal shu kanda, jildi bor jidaldi bu deb qo'ysanglar ko'maydigan bo'ladi, chiqarammaydigan bo'ladi. Jidal chiqardiganlar yana shu nechisilar. Burunlarda dedim-ku men, oy mustaqillikli desin. Nemishki bu jidal chiqadigandu. Burunlarda men degan koni yoziqchi latinchani jiqaraq ishlatdim. O'sha O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga anadaki ba'zilari bekdep ketgandikin shu latincha ishlar. Oy koni yoziqchi ishlatmaysa, o deb ketgandi koni yoziqchi. Hozir uchisini tang ishlatdim. Endi nima deysa? Xuddi bayroqni bunda asting, bayroqni anda asting. Bishini yolg'iz chekmeding. Akangning xotini bo'lmasam men deymanda. Shu. Ağaçanınki o astı baza ağaçlarını qarmamsan degim kesimi nayt diqqat qildigan. Bizning qilayotgan ishimiz jiq bo'lgandikin, mush o'yinga kirmayli deb qilamiz. Lekin totilisang yoki uning buningki keyniga sap qo'ygan odamlarning keynidikilaring chiqdimi? Qarindoshlarim, unda bo'lsa hozirgi mushu vaziyatda nima ish qilishimiz kerak? Hech bo'lmagan duo bo'lsin qilayli vatandagilar uchun. Ma qo'saq baxti, qanday qiladin, neri turayli deb bo'lsin o'ylasangiz, balkim mushu ro'za Ramazonda ozroq bo'lsin savob topishingiz mumkin. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.